Boqmali ko'ringani bilan narxlari ham yonbop. Hammasi 935 ming so'mdan. Yosham qomatdan tanlamaydigan 3 xil fasondagi shubalarimizni obzorini ko'rishingiz mumkin. Ha, keling, xormi. Akam pullarini so'rab, o'zingiz shuba kiyganingiz yetmagan ikkita kelalaringizga ham kiydirib qo'ydingizmi? Mengacha bitta jigariga silay rahim qilmaysizlarmi? Keling, Ma'muraxon bor. Qancha shuba kerak? Olib bering, qorasidan bering, bir kiyib ko'ringchi. Bering, amma poshingizga kiysiz. Voy, rosa yarashdi Ma'muraxon. Voy, o'zingizga tikilgandek ekan. Yarashdi. Yarashadi menga. Ha, yarashdi. Jigaringizdan ham beringchi. Beringlar, kiyib ko'rsanglar bitta bering. Alishtirib kiyibiraman. Mana. Voy, rosa yarashdi. Kichkina emasmi? Yo'q, juda ham yaxshi qolibdi tushdi o'zimga. Voy, rosa yarashdi. Kaltasidan ham ko'rsating. To'ylaringiz qachon, Ma'muraxon? Keyingi haftaga o'tarsizlar, keyin. Xudo xolasa baxtli bo'lishsin. Voy, Mana. yarashdi. Bundan yana bitta olsangiz qis poshiga, arpaga ham qo'ysangiz bo'ladi, Ma'muraxon? Mana to'g'ri aytasiz keyin. Voy, siylay rahim sizdan aylansin. Bitta jigarlarisiz. Mayli. Mana yaxshiligiga kiying, kiyib turing, yo'q bo'lib ketmang bunaqa. Rahmat. Xo'p, kiyib turing. Voy, kelin poshshalar, amma keldi, hamma keldi degan maqol bo'lardi. Shunga aytiladi-da. Voyjon, siylay rahmat deb 4 ta olib ketib qoldilar-mi jo'nab? Boqmali ko'ringani bilan narxlari ham yonbop. Hammasi 935 ming so'mdan. Sizlar ham kelib olib olishga ulgurib olinglar. Xuddi andalaga obro' olib beradigan hadyabob shubalarimiz.